Necha puldan go'shtlaringiz bahosi? Mana hozir birdan o'zbekistonliklarga ham qiziq, masalan, Moskvani ham har joyda har xil go'shtlar bahosida. Sizda qanchadan? albatta. Bizda o'rta narxlar qimmat emas, arzon emas. Mana misol uchun olaylik qo'y go'shtlarimiz. Qo'y go'shtlarimiz mana misol uchun 750 dan. Hamma joyni misol 750 dan qilib beramiz. Mana mol go'shtlarimiz bor 650 dan opa. Mol go'shtlarimiz. Ularimiz уже 650 rubldan nakasilarimiz уже suyaklar 650 dan. Bu suyaksiz lahm deb oladigan bo'lsak, bularimiz 850 dan. Molda mana ichki organlari bor, pechin deydimi, sertsa deydimi, bularimiz 450 dan. Xvost bor говяжий 650 dan. Yana bu yoqqa oladigan bo'lsak, tovuq go'shtlarimiz bor opa. Bu ham hammasi halol. 350 dan, 450 dan har xil opa. Mana целый tovuqlarimiz ham bor. 400 dan bular kilosi. Asosiysi mana yana bizi kolbasalarimiz bu ham halol. Kolbasalaringiz bor, a? Ha, bu ham halol hammasi. Bularimiz mana donasiga 350 dan. Yana bir xilgilari bor 500 dan. Mana ularimiz kilobay, har xil. Bularning kilosi qanchadan kopchonlarni? Bularning kilosi 650 dan opa, kilosi. Asosiysi halol. Bular hammasi halol. Hammasi, Yana o'zimizning chakkilardan ham bor ekan. Chakkilardan ham bor hammasi. Damashli deydi. Bu qo'y tili, a? Bunimiz qo'ydi tili, ha. Nimalarchi? Oyoqlar qanchadan? Oyoqlarning kilosi opa 350 dan. Kilosi. O'zimiznikilarga yana ham arzon kelaveradi. Skidka qilib berasiz. Skidka narxda qilib beramiz. Nimachi? Mana molni tili men yaxshi ko'raman. Tez o'zim uyda pishirib nimada yeyman. Bu molni tillari zamorojniy emas, axlajdo'nli keladi. Biz o'zimiznikilarga 1000 so'mdan qilib beramiz kilosini. Kilosini.